Assalomu alaykum. Buildmax qurilish kompaniyasining hurmatli obunachilari. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ro'za Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin. Tutayotgan ro'zalaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin. Buildmax qurilish kompaniyasi ajoyib yangiliklar sari bahorning ilk oyidayoq albatta sizlarga yangi mahsulotlarimizni yangicha narxlar bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Mana qarshimda sotuvchimiz Tolib aka. Bugun siz bilan birgalikda qurilish kompaniyamizdagi, bozorimizdagi qo'ldan kelgancha barcha mahsulotlarimizni video obzor qilib o'tamiz. Birinchi o'rinda esa mana shu turgan joyimiz haqida gapiramiz. Assalomu alaykum barchaga. Hozir biza Buildmax kompaniyasining xostovar do'konda turibmiz. Bu yerda 400 kvadratlik do'kon bo'ladi. Nasib bo'lsa, qarib tayyor bo'lish arafasida. Bu yerda kafel mahsulotlari bo'ladi. Euro remont mahsulotlari, elektroobорудование, keyin xostovar mahsulotlari bo'ladi. Santexnika ham bo'ladi. Kelgan xaridor mehidan tortib to kirishasini samarangizgacha topiladigan joy bo'ladi bu yer. Xudo xolasa. Xudo xolasa kelib hamma narsani topib biladi-da. Xarid qilishlari mumkin. Xarid qilishlari mumkin. Bugun taxta yog'och mahsulotlari aytgancha bugungi chislani eslatib o'tmoqchiman. 2025-yil mart oyi 14-mart sanasi. Bugun qo'ldan kelgancha yangi mahsulotlarimiz kelgan. Shularni video obzor qilamiz. Buildmax kompaniyamizga, bozorimizga kelganingizda kiraverish joyida 30 furadan ziyodroq hozir taxtalarimiz tushgan. Optimcha akalarimiz kelib, ko'rib, narxlarni chiroyli qilib beramiz. Viloyatlarga bilan kelishsak bo'ladi. Viloyatlar bilan ham muammosi yo'q. Gruppamizga tashabburlayiradi. Xohlagan o'zlariga yoqqan razmerlari bo'lsa, shu yo'ldan o'sha yoqqa uzataveramiz aka. Hozir yana bitta skladimiz bor. U yoqqa ham bir 40 fura taxtamiz tushgan. Uni ham o'zi ko'ramiz. Hozir DSP, OSP yangi mahsulotlarimiz bor. O'shalarni bitta ko'rsak, demak hozir obunachilar uchun birinchi DSP, OSP mahsulotlarimizni tanishtiramiz. Keyin yog'och mahsulotlarimizga alohida to'xtalamiz. Kimda xaridorlarimizga ma'qul keladigan bo'lsa yog'och mahsulotlarimiz bemalol bizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Call centrimizning telefon raqamlarini qo'yamiz. Yog'och mahsulotlarni xohlagan va istalgan nachi fura kerak bo'lsa yetkazib beramiz. Hozir bozorimizda yangi mahsulot keladi dedingiz. Nima u? OSP. Nimalarga ishlatsa bo'ladi? Yo'lga boramiz, hammasini tushuntirib razmerlari bilan aytamiz. OSP mahsulotimiz 09, 12, 1,5, 1,8, 4 xil qalinlikdagi mahsulotimiz bor. 09, 1,2 qalinlikdagi OSP'miz asosan pergorodkalar uchun ishlatiladi. Sifatlari zo'r. Keyin gipsokartonga qaragandan ko'ra arzonroq ham chiqadi pergorodka uchun. Kraska qilib o'tirmaysiz, remont qilib o'tirmaysiz. Ustidan bitta lak urasiz, tamom. Yana vagonchala taxlaydi, bir xil qarovulxona, konteynerni ashibkasi uchun ham ishlatilyapti. Qanday chiqadi deyishi mumkin. Misol, utplit keyingi mahsulotimiz ham yangi mahsulot kelgan. Narxi 190 ming so'm. Sifatlari zo'r 5 qalinlikdagi bitta nimasi 576 bitta ruloni. Buni ofisga qilsa ham bo'ladimi? Chunki ana xunaborlarga qilganini ham ko'rdim internetdan. Ham xunaborga, ham ofisga, ham pergorodka uchun o'qiydi, lekin zo'r chiqadi. Ham arzon chiqishi sababi gipsokartonni shpakilovka qilish kerak, uni gruntovka qilish kerak, ustidan malyarni qilish kerak va hokazo. Usta puli buni shuni o'zini qotirasiz, ustidan bitta lak urasiz, chotki chiqadi. Shundan keyin ikkinchi etajni xalq nima uribdi? Mansard qilibdi. Mansard uchun ham ishlatilyapti. Va shu yaxshi mahsulot. Zo'r chiqadi, ha? Zo'r. Qo'yish. DVP bor bizda. DVP mahsulotimiz bor. Narxi 65 ming so'm. Surxondaryo DSP'miz bor. Narxi 235 ming so'm. Qoraqalpoq DSP'miz bor, 225 ming so'm. Adashmasam Qoraqalpoq DSP chiqmay turgandi. Qoraqalpoq chiqmay turganda hozir chiqibdi. Sifati Surxondaryo bilan bir xil, ko'rinishlari ham Surxondaryodan chiroyli. Standartga javob beradi. Shuna. Fanera ham bor, ha? Fanerani qalinligi 03
o'sha yoqqa borib ko'ramiz. Ana bu 04 faneramiz, narxi 75 ming so'm. Qancha kerak bo'lsa bor bundan. O'zi berak ko'rinishi uchun, klientga ko'rinishi uchun kamroq qilib qo'yganmiz, o'zi skladdan ko'rsatamiz buni yana. Bunisi-chi? Bu 1 santimetrlik. Bir qalinligi. Bunun narxi 115 ming so'm. Donasi. Donasi. Bu 08. 135 ming so'm. 08 qalinligi. 05 1,5 ga 1,5. 1,52,5 ga 1,52,5. 1,5 ga 1,5 deyiladi. 3 kvadratdan ziyodroqmi shunda? Yo'q, 2,25. 2,25. 230 deysa. Bu 05. Labochi akalarimiz bundan ko'p ishlatishadi. Polka taxlasangiz ham zo'r. Ashpikalar uchun. Ashpikalar uchun. 105 ming so'm bunlar. To'lib aka, bu falgalar metrgami yoki rulongami? Rulonga ham beriladi, metrga ham beriladi. Qanchadan metr? Metri 3 ming so'm, 3,5 ming so'm, 5 ming so'm sotilyapti. Yana kelishadigan joyi bor. Agar rulon oladigan bo'lsalar 220 ming so'm qilib beramiz 5 lik qalinligini. Keyin Penaplexlar bor. Penaplexlar 255 ming so'm qilib beramiz. Bu falgalarni qalinmaylikka ham farqi narxi nima? Ha, qalinmaylikka qarab. 2 lik, 3 lik bitta rulon 50 metr. Rulon 50 metr. Keling endi hozir bahor, hamma hozir shifr urishni boshlaydi. Issiqdan oldin yoki patolog urishni xohlaydi. Reka ko'p kishini qiziqtiradigan savol bu reka. Rekani o'lchamlari juda ham ko'p. Necha xil reka bor bizda? Reka bizga bir 15 xil, 16 xil rekamiz bor. 4 metrlik, 6 metrlik, 3 metrlik, 3 metrlik hammasidan bor. Buxorodagi, tumanlardagi do'konchi akalarimiz bor, optimchi akalarimiz bor. Ular uchun alohida upakovka qilib ham beriladi. Upakovka qilib ham beriladi. Ana bu rekamiz 4 ga 3. Ana shu o'zi taxlayotgan nimamiz ham Xostar magazinga qo'qishdan ketadi. 4 ga 3, 6 xil reka olibdilar-da u kishi. Bu 50 tayyorlab qo'yilgan. 54 metr. 54 metr. Bu rekacha mana bu ham oppoqqina. Bu ham 6 ga 2,5 deydi buni, lekin 22 ga 5,5 bu reka. Sifatlari zo'r. Buni tunuka shifrga uriladi-da, Aslama? Tunuka shifr ga uriladi. Tunuka shifrga uriladi. Gipsokarton uchun ishlatiladi. Narxlari 5600 so'm. Ana shu deb uradigan yoki bo'lmasam gipsokarton uradigan ustalarimiz iloji boricha qalinroq oldirishga majbur qiladi. Siz qanaqa tavsiya qilasiz? Hamyon bo'lib, ham talabga javob beradigan reka. Gipsokarton uchun ana bu 22 ga 4,5 rekamiz ham bo'ladi. Sifatlari zo'r, ko'zi ham kam. Gipsokarton uchun 22 ga 4,5 rekamiz ham bo'ladi. Lekin stigi ozgina bermasligi mumkin-da. Ikkita stig bir joyga kelgan paytga, misol 500 metr reka olmoqchi bo'lsa, 100 metrini 22 ga 6 rekadan olsa, stig joylariga o'shandan qolganiga bundan ishlatsa bo'ladi. Ancha xalqqa yengillik bo'ladi. Arzonroq ham chiqadi. Razmerlari bir xil, qalinligi bir xil, faqat bu ozgina serbarroq. Xo'sh. Keyin bundan ham mayn rekamiz bor. Uni nimaga ishlatsa bo'ladi? 22 ga 4,5 bu narsani plastiklar uchun ishlatsa bo'ladi. Saydin uriladi, saydin ursa bo'ladi. Keyin uyni devorni ashibga qilsa gipsokartonga ishlatsa ham bo'ladi. Ana bu OSP mahsulotimiz 1,8 lik yo'qi ko'rsatgandek-ku o'zi 9 lik mayna. Ana bular pol uchun ishlatsa bo'ladi. DSPdan ozgina qalin ham. Pol uchun ishlatsa ham bo'ladi. Tayyor lak, bitta lak uriladi. Krasiya qilmasa ham bo'ladi ham. Shuni. Qo'lini tayyor qo'yib ketadi. Ketdik. Bizda temir mahsulotlarimiz rastasida profillar kelgan, uголокlar kelgan, armatura mahsulotlarimiz kelgan mana. Ugonliklar kelgan. Shivler, ugonliklar kelgan. Quruvchilar uchun yoki ustalar uchun bemalol ham metr ham optim narxlarda kelishtirilgan holda Eldor aka o'zlari
kelishtirib beradilar. Mana bu tomonga ham bu. Asıl akani videoga olamiz. Asıl aka, assalomu alaykum. Rahmat. Solingizlar. Tinch. Bu yerda ham armatur mahsulotlarimiz hozirgina tushgan. Kelar aka, assalomu alaykum. Solingizlar. Tarchimiz tinch. Rahmat. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Barchani kutib olamiz. Armatur mahsulotlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, siz istagan o'lchamda metrga kesib berilaveradi. Xo'p, endi biz o'rmonga keldik, o'rmon. Rossiya o'rmoni Romitanda ham bor, bilasizmi shuni? Bor. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Hozircha esa biz bu tomonga kiramiz. Bu yerda Knaf zavodini gipsokartonlari bor, perigorodka uchun, patolog uchun, hamda shpuntov taxtani ishlab chiqarish sexidamiz aslida. Gipsokarton knaflar, stenovoy gipsokarton knaf. Bu yoqqa patoloshni, keyin vlaga stenovoy knafimiz bor, keyin yangi mahsulotimiz kelgan K2 knafni gipsokartoni. Bu patoloshni sizda akmalay onu. Sifati zo'r, usta akalar. Gipsokarton yangi zavodda. Knaf bu? Egiluvchan zo'r. Bu ham Knaf? K2 zavod. K2 zavod. Narxlari arzon. 42 ming so'm. Knaf ikkinchi zavod. Stenovoy 45 ming so'm. Stenovoy ham mana bu. Qalinliklari bir xil 9,5 ga 2,5. Akmal olib yo'qami? Alo. Давай. K2. Sifati zo'r. Bu sklatimizga kiramiz. Surxondaryoda ismimiz, bunisi Qoraqalpoqda ismimiz. Narxlarni aytganimda optim 235 ga 225 ming so'm. Qoraqalpoqda ismimiz sifati zo'r. Biqindan ko'rinishlari ham, sifatlari ham zo'r. Qoraqalpoq birinchi chiqqan DSP'miz sifati yaxshi emas edi. Hamma biladi uni, lekin bu yangi zavod bu. O'sha uchun sifatlari ham, ko'rinishlari ham zo'r. Olib, qo'lga ishlatishlaringizni maslahat beraman. Mana shu mashinani haydaga. Yo'q. Bizda kara xizmati bor azizlar, Romitan bo'ylab. Yuklar kelsa, bemalol Bitmax qurilish kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizning yukingizni faqat Romitan Center bo'ylab, chunki uzoqroq joyga keta olmaymiz, chunki bu sekin yuriydi. Men o'zim borib tushirib beraman. Zaksga ketamizmi? Onska Drifga ketamiz. Drifga. Shpentovoy taxtalarimiz 115 ming so'm, qalinliklari 22 ga 13,5, 105 ming so'mligi ham bu, 2 ga 9,5. Uni ham o'z ko'rsatamiz. Bular 6 metrlik 2,5 qalinligi, 2,5, bular 125 ming so'm kvadrati. Qo'lga zo'r chiqsa kerak, aka.
Вообще bitta taxt urganday bo'ladi-da. Ha, zo'r bo'lsa kerak. Vagonkamiz ham bor. Vagonka. Bu yoqda edi. Vagonka boshqa shpintov taxta boshqami? Vagonka banyaga uriladi-da. Ha? Banyaga? Vagonka banyaga devorlarga uriladi. Qanaqa? Ana vagonkamiz. 3 metrlik. Sifati zo'r. Bir-birovini ichiga kirishiga ham garantiya. Shpintoviy vagonka taxtalarimizni o'zimiz ishlab chiqaramiz. O'zimizdan keladigan, Rossiyadan keladigan taxtalarimizni o'zimizdan shu apparatga tayyorlaymiz. Kelib bemalol birinchi qo'ldan olib xarid qilaveringlar. Mana shunaqa imkoniyatlar qayerda bu? Robitamdagi Bildbank qurilish kompaniyasi. Xo'p, endi o'rmonga ketamizmi? O'rmon ketamiz. O'rmon ketamiz. Bunaqa o'rmon hech qayerda yo'q. Salkam 100 fura yog'och mahsulot tushgan. Bu maqtanish uchun emas, bu imkoniyatimiz. Xohlagan turda sizlarga yetkazib bera olamiz. 4 metrlik, 6 metrlik, 5 metrlik taxtalarimiz bor. Qanaqa razmerlar kerak bo'lsa, yana bizga bo'lmagan razmerlar bo'lsa, kimgadir optimchi akalarga ularni ham yetkazib berib olamiz. Mana. Ma'lumot o'rnida bitta narsani aytib o'tmoqchiman hozir. Mana bu zavodimiz, ikkinchi zavodimiz, beton zavodimiz 2-3 kunlardan keyin ishga tushish arafasida. Keyin biz bir kunda quruvchilar uchun, dom quradigan akalar uchun biz bir kunda 1000 kubdan oshiq beton mahsulotlarini bir kunda yetkazib bera olamiz. Mana shu zavod ishga tushgandan so'ng. Mana bizning o'rmon. Ana bu 2 ga 7 taxtadan 5 ga 20 taxtalargacha bu. Ana bu 2 ga 7 4 metrlik. 7 2 7,5 gacha ko'rsatadi. Mana bunisi 2 ga 9. Nimalarga ishlatsa bo'ladi buni? Buni reka ishlatsa bo'ladi. Aha. Shifrni rekasiga. Uni polga ishlatsa bo'ladi. Ma'urlatgacha? Ma'urlatga ham ketaveradi 9ligi. Mana. Bor ekan. 32 ga 14. 3,5 ga 14 2 gacha ko'rsatadi taxtamiz. Sifatlari zo'r. Mana. 9 dan boshlab to 19 gacha razmerlar bor. Odamning havasi ketadi buni oppoqligini ko'rib. Shuna. Bizda azbest turbalar ham bor. 100 likdan to 300 400 gacha. Optim narxga qilib beramiz. Bizda yana bir ish xodimimiz bor, akamiz. Hyundai bor, Hyundai dastavka. Mana shu Hyundai sizning xizmatingizga muntazir. Sim, mix, taxta, reka mahsulotlarini dastavka qilib berish uchun Ixtiyor aka hamdam. Assalomu alaykum. Hoji aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ro'zalar bilan charchamayapsizmi? Salomat. Ikki og'iz muxlislarimizga, o'g'nashlarimizga tilaklaringiz bo'lsa agar. Aziz obunachilar, assalomu alaykum. Hammalaringizga ro'za Ramazon muborak bo'lsin. Bitmax doim sizlar uchun kelinglar. Rahmat. Nima xizmat bo'lsa hammasi bizga tayyor. Mixni, simni, rekani o'zi dastavka qilib berasiz bunday bilan. 100%. Qolgan narsani ham dastavka qilamiz. Bepul nima masalan? Masalan, azbest turbalar, reka, Gipsokarton, gipsokarton nima bo'lsa dastavka qilaveramiz. Gabi yo'q bu kishiga. Rahmat sizga. Xizmatda bizlar. Ixtiyor akamizning nomerlarini pastga qoldiramiz alohida. Shaxsiy masala bo'yicha qo'ng'iroq qilaverasiz. Xo'sh, 25 ga 10 taxtamiz. Sifatlari zo'r. Bu yerda 49 47 ga 17 taxtamiz. ana shularni ochib ko'rsating. Shularni ochaylik bittasini. U tomondan ochamiz yo'q. Ya, ochamiz. Mana. Garbil degan narsa yo'q bunga. 100% 4 qirra. Tolib aka buni kimlarga tavsiya eta olasiz?
Buni asosan MDFchilarga tavsiya qilaman. 11 mi, 12 mi qanaqa razmer kerak bo'lsa, biz kesib beramiz buni. Yana naveslik joylarga zo'r bo'ladi. Mashina chiqadi. Ha, azbest shifr ursalar ham ustiga 6 metrga zo'r chiqadi. Jahon akamizmi? Bizni Gul temir mahsulotlari bilan birga Jahon akamiz bo'ladi, tushdi o'zlari. Jahon aka, shu o'rinda siz ham bitta do'koningizni tanishtirib ketsangiz yaxshi bo'lardi-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamaysiz? Sizlar yaxshimisiz? Rahmat. To'g'rilayapsiz. Tinch Jahon. Do'konimiz bor, temirimiz bor. Yuring bo'lsa do'koningiz bilan bitta qisqacha tanishtirib chiqing. Keling. Hurmatli obunachilar, bugun Bilmax qurilish kompaniyamizda temir mahsulotlari hamda panjara mahsulotlari, gul mahsulotlari Jahon aka shaxsan o'zlari tanishtirib chiqadilar. Jahon aka xaridorlar uchun arzon hamda real narx bilan tanishtirib chiqasiz. Spalan girdiga olmoqchi bo'lgan klientlarimiz uchun ana bu gullarimiz bor, tavsiya etamiz. Zo'r arzon narxda, donasi 1 metr narxi 45 mingdan 50 ming so'mgacha chiqadi. Misol uchun joylari 50 metr bo'lsa agar 2,5 million bilan chiqadi mana shu gullardan. Gulning o'zi faqat e'tibor qilasizlar, gulning o'zi. Ichkarimizga profil gullarimiz bor, mahsulotlarimiz bor, yangi kelgan tovarlarimiz bor. Yangi fason, ha? Yangi fason, yangi profil gullardan chiqqan, hamtenasi qalin, yaxshi xushro'y chiqadi. Mana bu o'ng qo'ldagi terib qo'ygan, obrazes gullar ko'rishingiz mumkin. Bular narxi 200 ming so'm donasi. Donasi. Buxoro viloyati yoki O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichiga. Dastavka xizmati bor. Gullarimiz ko'plari bor, donashmor karavatlarga so'ri qiladimi, shularga ham bor. Ko'p mahsulotlarimiz bor, hali bu bir qismi, yana ichkariga yana keng gullarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Yana telefon nomerlarini qo'yamiz shu yerdaga. Bemalol telefon qilib, aloqa qilib, narxini bilishingiz mumkin, yangi gullar narxini. Bular qayerda ishlatadi? Bular burchak gullar ishlatadi. 130 ming so'm donasi. Donasi? Bitta donasi. Zo'r-ku. Skidga tushgan bu. Agar shu mahsulotlar kerak bo'lsa, Jahon akaning shaxsiy telefon raqamlarini qo'yamiz. Dastavka xizmati bordilar. Respublikamizning turli viloyatiga, tumaniga hamda optim narxlarda ham yetkazib beradilar. To'g'rasa qo'ldan kelgancha listlarimiz ham bor. Tanishtirib chiqishga davom etamiz. Darvoza qilmoqchi bo'lgan mijozlarimizga nalishnik ana bunaqa yangi fasonlar chiqyapti. Bu kelavering, shuna ko'rsatasiz. Narx-navosi 20 ming so'm donasi. Mana shu 30 ming so'm. 2 metr bo'ladi, bunaqasi 30 santimetr. Bular donasi 20 ming so'm. Nalishnik. Asosan darvozachilarga ishlaydigan narsa mahsulotimiz bular. Bular ham darvozaga ishlaydigan naqshli listimiz. Bir donasi 150 ming so'mdan. Donasi 2 metrga 1 metr razmeri bo'ladi. Qalinligi 0,8 lik bo'ladi. Ko'pchilik darvoza oladigan mijozlarimiz biladi, bu qalinligi o'zi eng yaxshi varianti, eng zo'ri shular. Ichkariga ko'p variant gullarimiz bor, yangi high-tech fasonlarimiz bor. Narx-navosi o'zgarmaydi, shu bir xil narx qoladi. Keyin mijozlarning optimlarni olib sotarlarga stoykalarimiz bular o'zimizga ishlab chiqariladi. Hamma razmerdan bor. 76, 32, 40 ishqir razmerlari bor. Bu gullarimiz bu tirza shotka shu ishlarga ishlaydigan shotkalarimiz. Stoykalar hammasi o'zimizdan chiqadi. Videoni to'xtatasiz, keyin ichkariga. Bu asosan burchak gullarni o'zi olayotganiz. Karavatdagi gullar ishlaydigan. Ana bunaqa gullarimiz bor, donasi 7,5 ming so'm. 70 balandligi bo'ladi, 12 eni. Bularni asosan firmalar ichiga ishlatadi. Spalan girdagi shotkalarga. Keyin mana gulimiz bor. Eng asl xadovi ko'p kishiga ketadigan chiroyli gul, donasi 11 ming so'm. 70 balandligi, 38 eni. Keyin gullarimiz bor 6,5 ming so'm. Mana ko'rayotganlaringiz narxi hammasi arzon bo'lgan, tushgan. Oldin 50 minglik gulimiz, mana donasi 35 ming so'mga tushgan hozir mana shu. Oldin 10 ming sotayotgan gulimiz, mana hozir 7 ming so'm narxda beramiz donasini. Keyin yuradigan bo'lsangiz, bular o'nlik qalinligi gullarimiz, narx-navosi ancha arzon bo'lgan. Oldin 20 ming sotilayotgan narsa hozir 10 ming so'mdan qilib beramiz. Qalinligi o'nligi, shuni 8ligi 7 ming so'mdan. Bu tarafga bo'layotgan alyumin gulimiz bor, mana. Bu ena bola deydi. Bitta kichigi, bitta kattasi narxi 60 ming so'm chiqadi. Hozir 58 ming skidkaga, optim narxga. Bu profil gullarimiz narx-navosi 120 ming so'm. 1 metr 50 santimetr uzunligi. Bunga profil, taypasiga profil kerak emas. Bu yangi fason chiqqan, stoyga qo'yiladi.
Shundan stoyga bu svarka bo'ladi, bo'ldi. Shu bilan tayyor bo'ladi. Ham temir qalindan. Mana bu mahsulotlarimiz donasi 120 ming so'm, 2 metrga 70 bo'ladi balandligi, 2 metrga 60 balandligi bor. Bularning ko'pisi 2 ga 60, profil bo'lgani uchun 2 ga 60 bo'ladi, standart shuna ketadi. 2 ga 70 temirligi bo'ladi shuni, mana kvadratligidan. Mana bu gulimiz bor, bu eng hozir yangi chiqqan gulimiz trenddagi donasi 85 ming so'm. Bir donasi 1,5 metrga balandligi 70. Shuni 2 metrga 70 ham bor. Narxini 95 ming qilib beramiz. Bir donasini. Keyin mana stoykalarimiz bor mana. 8 ga 8, 10 ga 10. Mana 220 ming so'm bir donasi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichiga hamma gulimizni. Ko'p olgan nimaga, ob'yomniga. Mana ko'rib turganingiz yangi gullarimiz kelgan. Bular ramashka gul deyiladi. Asosan rushutkalar ustiga ishlatiladigan narsalar. Narx-navosi tanishtirsam, bular narx-navosi 12 ming so'm, razmeri 20 bo'ladi. Mana bular 8 ming so'm bir donasi. Bular 22 ming so'm kattaroq bo'lgan. Bular 5 ming so'm bir donasi. O'zi asosiy klientlar narx-navosini biladi. Optimga yana arzon qilib beramiz bularni. Keyin asosiy bizga kraskarimiz bor mana. Yuqorida ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma ranglari bor. 3 xil mahsulotim bor, kraskani o'zini, sifatini. Bir xillarga urundovka kerak emas, o'zi lak kerak emas, hammasi ichiga. Trevadnom deydi. O'sha narsa hammasi narxi 103 ming so'm bir donasi. Optimga 100 ming qilib beramiz. Keyin bu yoqda ko'rib turgan narsalaringiz bu darvoza uchun shtampofga ishlatiladigan narsalarimiz bor. Yuqoridagi gullar, panjaralarga ishlaydigan bor. Narxni tanishtirib o'tirsam, 70 bo'yi 315 ming bir donasi. Shu narsani mana bunisi boshqa kichikroq. Bu 155 ming so'm bir donasi. Balandligi 45 bo'ladi. Siz darvoza mahsulotlarga kerak bo'ladigan hamma mahsulotlarning 100% hamma narsasi bizdan chiqadi. Istalgan ob'yomga yetkazib berib bilamiz. Bizlardan Nerjeveka listadan xizmati bor, kesib berish, keyin listni o'zini tayyorlab berish, shunday xizmatlarimiz bor. Keyin sharner mahsulotlarimiz bor, mana bu o'ng qo'lda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqdan hamma 36, 40, 50 diametrgacha bor. 15 dan boshlab 50 diametrgacha sharnerlarimiz bor. Narx-navosiga tanishtirsam, 32 chaspak bir komplektiga 50 ming so'm qilib beramiz, 4 tasi. 4 ta onavachcha katta bo'ladi, 50 ming so'm. Qora viloyat Rometan tumanida joylashgan ushbu metal bazamizda istalgan razmer, istalgan ob'yomga mahsulotlarimiz bor. Turba, profil, armatur, shiveler. Mana shu ko'rib turgan razmeringiz 60 ga 40 profil, 1.5 tenka, narx-navosi 24,5 ming so'm. 60 ga 40, 1.4, 23.800 so'm. Ko'rib turgan narxlarsiz optim narxga bular. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Xo'sh, mana turba mahsulotlar hammasi bor. Kimga qanaqa razmerlar kerak bo'lsa, telefon nomer qo'yamiz pastga. Telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Optim armaturlar ham bor, turba, jez, shivelerlar ham bor. Bu tarafda armaturlarimiz bor. Armatur bazamiz ichkariga joylashgan. Hozir bu yerda metraj qilib sotadiganimiz bor. Tonnasi 7 million 500 ming so'mdan 10 million so'mgacha bor armaturlarimizni sifatiga qarab. Xo'sh, profillarimiz bor. Mana 12 ga 12 razmer, metri 104 ming so'm. Qalinligi 2,5 talchena. 76 turbalarimiz bor 40 ming so'mdan. 8 profilimiz bor, stenkasi 5. Rossiyskiy profil bu, stenkasi 5, narxi 95 ming qilib beramiz. 8 2 stenka, eng ommabop razmer 55 ming so'm 1 metri. Ko'rib turganingizdek, bu 10 ga 5 razmer profil 45 ming so'm, 1.5 stenka. 2 bor, 52 ming so'm qilib beramiz. 10 ga 5, 2 stenka. 80 ga 60, 1.5 stenka 40 ming so'm, 38 ming qilib beramiz. 80 ga 42 stenka, 39 ming so'm. Istalgan ob'yomga yetkazib beramiz. Demak, hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek, videoni to'liq tomosha qilgan bo'lsangiz, bizning bozorimizda hozircha mana shunaqa narxlar bilan bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Biz yaqin kunlarda yana tunuka shifr, plita zavod, beton zavod, mix zavod, simni qayta ishlash zavodi haqida sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Bugungi sanamiz 2025-yilning 14-mart sanasi, ro'za Ramazon oyining 14-kuni.
Demak, barchaga muborak bo'lsin. Bugun juma ayyomi, ulug' yaxshi kunlarda sizlar bilan diydorlashda davom etaylik. Biltmax qurilish kompaniyasi sizlarga yaxshilik qilishda davom etadi. Bizni qadriyatlarimizni hurmat qilgan holda biz faqat xaridorlarimizga, insonlarimizga, xalqimizga Biltmax qurilish kompaniyasidan sifatli bo'lgan qurilish mahsulotlarini yetkazib berishda davom etamiz. Biz albatta sizni xavfsizligingizni ta'minlagan holda biz faqat yaxshilarni dinlamiz. Biltmax qurilish kompaniyasi sizlar bilan hamrohlik qilishda davom etadi. Bizni bozorimizga bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Barchaga omad tilab qolamiz.